Roja Burlington noyob atir hisoblanadi. Okay, buni kuchaytirib tayyorlab bera olmasangiz kerak. Hozir men sizga bu atirni ham stok shlifni kuchli qilib tayyorlab beraman. Okay, bizning asosiy mijozlarimiz ko'pchilikda uchraydigan atirlarni so'rab kelishadi. Bu ham xuddi shunaqa noyob atir. Okay, bu atirni bosh akkordida limon, greypfrut, miyatalar bor. Qancha ko'p sepsangiz ham me'dangizga tegib qolmaydi. Okay, atiringiz tayyor bo'ldi. Ko'p joyda topib bo'lmaydigan noyob atirlarni bizdan topsangiz bo'ladi. Agar sizlarga ham stok shlif chiqishli noyob atirlar kerak bo'lsa, direkt orqali murojaat qiling.